Hammaga assalomu alaykum. Mana yana bir ijozimiznikida kotel remont ishlari bo'ldi. Bu yerda bo'ladigan muammo gaz o'tkazmagan, yonmagan spichkada problema bo'lgan hamda reduktorda. Reduktor основной bu yerda gaz keladigan joyga filtr qo'yilmagan. Filtr qo'yilmaganligini hisobiga to'lib qolgan gazovoy klapanimiz. Bu kotelimizni ham sozladik, egalariga ishlatib ko'rib topshiryapmiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.